katta yo'limizni Baltava g'ori shunaqa joy borligini bilarmi deylar. O'tga sig'dingiz-ku. Naborot qiling, naborot. Belga yoting. Bitta bu yoqqa chiqaring qo'lingizni. Ha, ikkinchisi orqada. Davay, ketdi. Oa, кто легенда? Легенда. Панда легенда. Панда легенда, видите, друзья? Очень было красиво. Вау, gap yo'q. Ana texnika. Siz bo'lmaganingizni gapga tushmasdim. Zo'r videolar ola olmasdik. Qani ikkinchi bir narsa. Ustoz sizga katta rahmat. Bu samimiy gap. Salomat bo'ling, ketdi. Bizga hozir Assalomu alaykum hammaga. Ozgina tanaffusdan keyin biz yana piyoda sayohatimizni boshladik. Bugun lokatsiyamizni keng ma'noda ustozimiz Matvey tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Biz hozir Bo'stonliq tomonida eng qadimiy g'ordan birisi O'zbekistonda bu Obirahmat g'ori. O'zi ko'p marta kelganman bu yerga, o'zim kelganman, turistlar bilan kelgan. Lekin bugun biz Alisher bilan spesial sizlar uchun keldik. Bu g'orni, yana bitta tepadagi Baltava g'ori videoga olib, ma'lumot berib, bu narsa spesial sizlar uchun. Hozir Obirahmat g'origa keldik. Ustoz, odamlarga bir ma'lumot bermaysizmi? Bu qayerda joylashgan? Bu g'or Toshkentdan uzoqda emas, Toshkent viloyatida. Toshkentda atigi 150 kilometrda Birchimillo qishlog'i yonida. Mana bu yerda Piskom soy bor, Rossiyada. Baltava degan joy bor. Rahmat hammaga. Xudo xolasa g'orga tushamiz, keng ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bugungi videomizni Obirahmat g'ori va Baltava g'ori bo'ladi. Obirahmat g'ori arxeologlarning aytishi bo'yicha bu yerda neandertal odamlarning suyaklari topilgan joy va yana boshqa qazilmalar bo'lgan. Kulolchilik sohasida idish-tovoqlar topilgan, juda ham qadimiy joy hisoblanadi g'or. Bu g'or yaqin 10 yil ichida o'rganilgan g'orlardan bittasi. Bu g'orimizda ko'rishimiz mumkin. Shunaqa joy bor. Kirish joylari ko'p. Bu tuynidan kiradigan bo'lsak, mana bu joyga chiqamiz. Bu g'orni asrab qolish uchun ekologiya, turizm rivojlantirish vazirligi shu betonlarni quyishgan. Suv yuvib ketmaslik uchun. Qazilmalar shu joydan topilgan. Ya'ni ichkarida ko'rishimiz mumkin bo'lgan tuyniklar bor. Bu g'orda juda ham ko'p odamlar bo'lgan. Bu Toshkent shaharga juda eng yaqin g'orlardan bittasi hisoblanadi. Ana bu yerda shunaqa ma'lumotlar berilgan arxeologlar tomonidan. Shu joy qazilma ishlarida topilgan buyumlarni shunaqa nomerlab ketishgan. Imkon qadar Xudo xolasa shu Obirahmat va Baltava g'orini keng ob'yomda ko'rsatishga harakat qilamiz. Aytmoqchi, bu Obirahmat g'orimiz O'zbekiston arxeologik obyekt hisoblanadi. Bu yerdan keyin bu tog'ni shunday aylanib o'tib Baltava g'origa boramiz. Yo'limiz shunaqa toshli yo'l. Bu yerga mashinada kelsa ham bo'ladi. Bizning mashina shu tog'ni aylanib o'tib mashinani shaqqa qo'ysanglar bo'ladi.
Menga ko'pincha nima yoqadi? Piyoda sayohatda odam toza havoda birinchi o'rinda, keyin o'tga kelgandan keyin odam sog'lom fikrlashga o'tadi. Chunki bunaqa tog'i toshlarni yaratib qo'ygan Alloh odamlarga tafakkur qil, shunaqa baland tog'larni yaratib qo'ygan yaratganga yana bir marta shukrona keltiramiz. Chunki qaranglar, qanaqa bahaybat tog'lar. Endi to'g'risi bu ma'lumot kimga qiziq emas. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida shunaqa g'orlardan bir nechtasi bor. Xudo xolisa kuchimiz yetgancha ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'zi ichki turizmni rivojlantirish uchun shuncha harakatlar qilinyapti. Ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Ana yo'limiz. Shu tog'ni aylanib o'tish bilan shunaqa trappa bor yo'licha. Kelganinglarda shu yerda Baltog'i g'ori bor. To'g'risi ancha tanaffusdan keyin tog'da yurmaganimga ozgina qiyin bo'ldi. O'zicha qiynalib chiqadigan joy emas. Ozgina tepali 20 metr ko'tarilish. Nima demoqchiman? O'zinglarni ustinglarda ozgina ishlab turinglar. Toqqa chiqish ham oson emas. Mana manzarani ko'ringlar. Xudo xolisa g'orga tushgandan keyin alohida mana videolarga muhrlaymiz. Bu yerda уже ma'lumot berilgan. Baltog'i g'ori. Вершина Пальтау. Здесь у нас охотничек. Вы видите большой чуган. Да. Поэтому бом в пещере вот такая атмосфера. Ko'rinishidan juda kichkina tuyni, lekin ichkariga kirgandan keyin katta zal. Zaldan keyin juda ham kichkina tuyni. Yog'i juda ham pastligiga qarab ketgan. Bu yoqqa har xillar bilan Xudo xolisa tushamiz. To'g'rimizda turgan tog' Baltog'i tog'i. Ketdikmi ustoz? Tush jarayonlari maqomda. Yerimiz qordan kelgan loy bo'lgan. Tadbirkorlar maqomda tushyapti. G'orrog'isi maqomda tushildi. Kirishimizda katta zal. Havo harorati mo'tadillashdi. Issiq ham emas, sovuq ham emas. Yoritgichlardan foydalanamiz. Kiradigan joyimiz yo'da g'orimizning shifti. Здесь есть свет проходит, там ниша есть. И сама пещера у нас выходит вот через такой. O'rnidan tushganda shunaqa katta zal. Bizda vitishka bor. Bemahot tuynik. Biza tayyorlaymiz. G'oricha shunaqa узкий tuynik bor. Arqon tashalyapti. Shu g'orni Xudo xolisa keng qamrovda videoga olamiz.
qo'shimcha yoritgichlar olganmiz. Shuncha narsamiz bor, ustoz. Nimaga kerak bu narsalar? Birinchi bu narsa nimaga kerak? Bu texnika безопасность qonun qoidasi. U yerda bir nechtadir xonalar bor. Yana eng oxiri borganimizdan keyin yana bitta pastli joy bor. U yerga tushish uchun arqon kerak. Mana bizlarda ham hozir arqon tashladikda, ko'ryapsizlarmi? Bu yerda loy bo'lyapti. O'shalarni o'rnatib, xavfsiz tushib chiqishimiz uchun kerak narsa shuni. Biroq ketin tanishtirib o'tasizmi? Bizga nima kerak bo'ladi? Eng asosiy narsa arqon. Endi obvязкаlar bo'lsa, mana bunaqa alpinistskiy narsalar kerak bo'lsa, olasizlar. Fonarik. Fonarik, kaska ham kerak bo'ladi, chunki tushayotganingizda o'tda tosh ham bor, bu narsa boshingizga tushib qolishi mumkin yoki boshingiz bilan mana bunaqa tor joylarda o'tayotganingizda boshingizni urib olishingiz mumkin. Mana chala bo'lsa ham e'tibor. Sizga kattakon rahmat. Shunaqa tushunchalar beryapsiz. Ana azizlar, shunaqa narsalar. Xavfsizlik uchun buni hammasi. Yana bitta kerakli ma'lumot, o'shani ham seriyozno qaranglar. Bo'tga tajribali odam bilan kelinglar. Mana bunaqa narsalarni ishlata oladigan odam bilan kelinglar. O'zingizlar kelsanlarni ham bilmasdan turib juda ham xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Bu yerda aloqa operatorlar ishlamaydi. Pastdan telefon, hech narsa svязь yo'q. Xolos. Hayajonli daqiqalar. Biz g'orga kirish jarayonidamiz. Altavo g'ori kirish boshladi. Kichkina tuynukdan. Tushganda orqa machosi tushilar ekan. Kirish joyi juda ham tor, lekin pastga tushganda keng zalni ko'ramiz. Xolasi. Shu kichkina tuynukdan kirgandan keyin sizlarni nima kutyapti? Mana. Stalatit. Bunaqa bitta menimcha ustoz hech qayerdan topmasa kerak. Mana qaranglar. Bu g'orimizning shifti. Hozir yana pastga tushiladigan joyi bor arqonda. Arqon tashaldi. Texnikalarni ko'rsatdi ustoz. Pastga qaraymiz. Tushish texnikalari. On 15-20 metr bor pastgacha. Biz g'orimizning ikkinchi zaliga keldik. Shunaqa atmosfera, arqonimiz. Men boshida 20 metr dedim. 60 metrdan oshib ketdi. G'orimizning 3-zali. Mana ikkinchi qatorga tushdik biz. Ikkinchi qator, ikkinchi etaj. Qaranglar, keling, mana bitta narsa ko'rsataman. Mana qaranglar. Nima bu ustoz? Tepadan tushganni stalaktit deylar ekan. Pastdan tepaga o'sganni stalagmitmi bir narsa deylar ekan. Lekin mana buni ko'ryapsizmi, yopishgan bir-biriga tepadan pastdan. Ulanib ketibdi o'sha. Ularni ham qanaqadir nomi bor. Mana bu mo'jizani ko'rdingizmi? 1 santimetr o'sish uchun 100 yilgacha kerak. Tasavvur qiling. Nobodda bo'tga kelsanglar, sindirmanglar shuni. Bir asrri bor, narsasini 1 sekundda buzib qo'yasizlar. Mana, azizlar, skalatit. Voy, ustoz. Kattakon rahmat sizga. Bunaqa joy tasavvur qilmadim. Biz ko'p g'orlarda bo'ldik, lekin bunaqasi boshqachaligi. O'ziga yarasha hamma g'orlar qiyinchiligi, chiroyi hech qaysi bir-birini takrorlamaydi. Lekin shunaqa odamlar bor ekan, mana qaranglar. Nima kerak bor shunaqa yozib.
qarasat yog'iladi bular. Bizdan keyingi avlodga ham qolishi kerak. Mana yozuvlar yozib tashashgan. Lekin manzara bu zalimizdan keyingi zalga o'tamiz. O'ziga hushyor bo'lish kerak. Bitta shunaqa narsalar bo'lmasin. Voy. Xudo xolisa harakat qilamiz. G'orlarni keng ma'noda ochib berishga. Bu 3-zalimiz hisoblanadi. Yani juda ham katta. Skalatitlar. Oyoq osti shunaqa katta xarsang qo'shib. Ozgina g'orlarda namlik yuqori bo'ladi. O'shaning uchun shunga mos kiyinish kerak. Ja qalin ham kiyinish kerak emas. Oyog'iga qulay bo'lgan etik botinkalardan foydalanish kerak. Maslahatim. O'zingizga qulay bo'lgan oyoq kiyim ishlatasizlar. Maşallah. Shunaqa joy ko'rganmisizlar? Shunaqa keng. Qaranglar. Mo'jiza. Voy, shuncha skalatitlar. Juda ham qadimiy g'or. Yerdan o'sib chiqyapti уже. Keling Alisher, bitta zonasi ko'rsataman sizga. Mana bu yerda bitta zon. Mana bu qarang. Bitta qanaqadir Voy. sehrli joyga keldikmi deyman. Voy, ularni. Necha ming asrli mana ularni ketibdi уже. Voy, kattalar. Mana tasavvur qiling, ichi bo'sh bo'lar ekan. Mana bu suv oqadi. Bu mineral degan narsa, kalsit degan narsa. I o'shandan bu shunaqa hosil bo'ladi. Hosil bo'ladi. Mana bu tasavvur qiling, mana bu 1 santimetr o'sish uchun qancha vaqt kerak? 100 yilgacha vaqt kerak. Lekin odamlar keladi-da. Mana singanlari. Uni ostiga trubkaga o'xshagan narsa bo'ladi, ko'rdingizmi? Mana ichi pusto. Mana o'ylang, mana shu. Kanal bo'lib qolibdi. 2 santimetrmi? Taxminan 200 ming yil o'sganda bu narsani kimdir kelib bitta mana shunaqa barmoq bilan sindirib tushirib yuboradi-da. Bu o'zi nima bu? Shishaga o'xshaydi. Ovozini eshitinglar. Qanaqa mineral bu? Lekin hozir singanda siz ham aybdor bo'lardingiz. Ehtiyot qilib o'rdan. Bir-biriga urilganda mana ovoz chiqadi. Bu tosh emas bu. Bu mineral, kalsitdan paydo bo'ladi-da bu. Mana pastga tushyapsiz, pastdan o'sib chiqadi. Mana bunga qancha asr kerak? Bu to shiftga yetib borguncha qancha asrlar kerak? Siz o'ylayapsiz, biz oxirga keldikmi? Mana bu kichkina joyning yana bitta xonaga o'tib ketamiz. Yana xona bormi? Yana pastga tushib ketamiz. Pastga ham tushib ketamiz. Qani kesdik? Kamida 150 metr pastdamiz. Yana mana bu qarang. Ana mo'jiza. Ko'rsating. Ana. Ikki rassomlik esa rosa ijod qiladigan joy bo'libdi-da. Ana katta skalatitlar.
Yo'limizda davom etamiz. 3-zaldan keyin shunaqa kichkina koridorlar boshlanadi. Hali beri safarimiz tugamas ekan. Voy. Ana yana bitta katta xona. Ana bo'lmasa. Ana mo'jiza. Yana bitta joyga keldik. Yana bitta kichkina tuynuk. Bu yerga tushamizmi, ustoz? Tushamiz. Oxirigacha boramiz. Tushamiz bo'lsa. Nima bo'lsa. Tayyorgarlikni ko'rib tushamiz pastga. Arqonlarni страховкасini tekshiryaptilar. Ustoz. Va bu xonaga kirishga harakat qilamiz. Tayyorgarlik ishlari. Arqonni bering. Svet kerak sizga mana. Страховкаlar boylandi. Texnikasi. Nima deysan, Alisher? Onlarga shu olib qo'rqitolmadi to'g'risi. Bosing davay. Voy. Shunaqa jarayonni bo'lar ham bo'lmadim. Aziz obunachilar, sizlar uchun nima ham qilib qo'ymaymiz, mana. Qaranglar. Shu joyga kirish shartmi? Kichkina teshikka. Qani bu? Orqama cho'zkirsam. Tasavvur qiling, Alisherni qarang, mana bu teshikni qaranglar. Davay Alisher, vaqt cho'zmang, уже. Davay. Yurolmayman nima? Davay. Vohma bosyapti. Mana bu taxtani tashlamayman. Voy boshlandi. Voy havo yetishmayapti menga. Davay. Seriously havo yetishmayapti. Bosing, orqa machasi bilan burchasiga davay. Shu teshikka kirmoqchiman hozir. Kontent bo'lsa kontent. Voy. Ketdi mana. Necha metr dedingiz? Уже belim tiqilib qoldi. 20 metr futdan namangan ketadi. 20 metr? Ha, nima deb o'yladingiz? Davay, bosing. Shu kerak. Chiqishda qanaqa chiqaman? Mo'ligizdan chiqarib boraman. Bo'ling davay. Yo. Davay. Yuragim. Boshqa chiroyli yuragim. Alisher. Bu rol o'ynamayapman, seriously. Bu o'ylash kerak emas, bu bosing. Yo, chiqishda qanaqa chiqaman? Chiqasiz. Voy. Ha. Voy. Ah. Voy, subhanalloh. Voy. Shu joy. Sal. Bu yerdan 10 marta kirib chiqaman xohlasangiz. To'g'risini aytsam, juda vahma bo'ldi. Rosa qo'rqdim. Kichkina tuynik, lekin kirsa bo'ladi. Juda ham qo'rqib ketdim. O'g'il bola gap. Biza keng yoritib beramiz dedi, lekin
Ana bo'lmasa qo'shimcha yorug'liklarni olamiz. Oh, mashalloh. Ustoz o'tasizmi? Ha, bu yerga kelmasangiz bo'lmaydi. Obunachilarga ozgina informatsiya kerak. Menga 20 metr deysiz. 2 metr. Придется отсюда находить. Bering. Как я? Ustozimiz kirish texnikasini ko'rsatib berdilar. Ana bo'lmasa. Ustoz, qo'rqitdingiz odamni. Qalay bo'ldi? Hammasi oddiy aka. Zo'r. Bu oxirgi xonami shunda? Самый последний. Oxirgi Помещение. xona. Bu adashmasam 4-zal. Adashib ketdi odam. Hamma zallar Материальный счет boshqacha. какой? Qo'rqqanimdan yuraklarim impulsim bilmayman necha urardi. Ana bo'lmasa. To'g'risi qo'rqib ketdim. Вот Алишер говорит, что он испугался из-за того, что нужно было вот через вот этот вот узкий проход проходить. Juda ham qo'rqib ketdim. Shu obunachilar bo'lmaganda tushmasin Он говорит, ради подписчиков я это все сделал. И мы пришли в самый последний зал. Вот такой. Ana bo'lmasa. Tuynik qarang, juda ham kichkina tuynik. Odam juda ham qo'rqadi. Boshlarim o'xshashondan. Жалуется, что Yaxshi, boshda kaska bor, himoya. Mana bo'lmasa paketlar. Shu yerga ham odamlar kelganda mana musor. Nima bu endi? это последнее помещение. Bu yoq tegdi. Sekin rivojlanayotgan. Sanatda, mana bu yerda bitta balkon bor ekan. Bu yoqqa chiqa olmaymiz. Помещение добрались все-таки через узкую эту проход прошли. Ладно. До сих пор он Havoni namligi yuqori juda ham. Вот я испугался, страшно было. Mana bo'lsa. Ustoz, sizga kattakon rahmat. Bor bo'ling. Kimga qiziq bo'lsa, Salom Hiking bilan tajribali alpinist bilan kelganingiz yaxshi. Pastda nomerlarni yozib ketamiz. Lekin o'zgacha bu atmosfera Ha, boshqacha. boshqa joy bunaqa atmosfera berolmaydi. To'ppa-to'g'ri. Qishda qarang, ichkari necha gradus hozir? Bu yerda plyus. Plyus Bekor anavi noma'lum da gradusnik. gradusni olib solishtirardik. Hozir mana bunaqa где-то plyus 10 kamida bor-da bu. И namlik yuqori, влажность. Namlik yuqori. Menga yoqqan tarafi mana bu dizayn. Qaranglar. Skalatitlar har xil yo'nalishda o'sgan, pastga qarab, devor bilan o'syapti. Mo'jiza bu. Qo'y. Pastga tushamiz. Sirtanarimcha, bo'lmasin. Voy bu yerda zo'r. Ha, mayli, arziydi. Bu ham toshlar. Nima tosh bu? Bu ham qanaqa durano? Mineraldan bo'lgan tosh. Mana. Biz tegmaymiz bunga. Toshlarni qaranglar, formasini. Popcorn bor, jo'xori. Makka jo'xorini pishgan varianti. Qorayib ketibdi o'sha. Mana yangi pishgan. Qaranglar, shuni eslatar ekan. Makka jo'xorini pishgan varianti.
Popcorn deyapsizmi? Popcorn. Ochilganda makka. Ha, makka jo'xori. Makka jo'xori deyiladi. Ana. Yeb ko'rmang ancha. Qolib ketamiz shu yerda. Lekin bu yoqda hali uchuvni ham полный исследование qila olmayapti. Nima u qanaqa? O'shaning uchun bu yerda bir narsani yeb ko'rib umuman Tajriba qilish kerak emas. Balki qanaqadir foydasi bordir, lekin yemasangiz ko'proq foydasi bor. Bu Paltava g'orining eng oxirgi xonasi hisoblanar ekan. Mana azizlar, biz Paltava g'ori eng oxirgi xonaga yetib keldik. O'zi sanab zo'rga sanab oldik nechta ekan. Sizlar ham sanab ko'ringlar, balki biz hozir adashayotgandir bo'lsak. Biz mana ko'chadan kirdik, birinchi zalga kirdik. Keyin arqon bilan tushdik, ikkinchi zal. Arqondan yana pastga tushdik, uchinchi zal. Keyin 4-zalga o'tdik. Keyin kichkina darvozadan 5-zalga tushdik. 5-zaldan keyin arqon bilan yana pastga 6-zalga tushdik. Kichkina teshik Alisher qo'rqgan joydan 7-ga tushdik, agar adashmasak. Agar biz adashgan bo'lsak, kommentariyada yozib olinglar, nechta edi o'zi. Rahmat. Tepa balkonimizda ustoz video qolibdilar. Juda ham ko'pda skalatitlar bor unda. Ko'rsatamiz. Tepada pastda bizga qiziq bo'lgan tuzli toshlar. Rangini qaranglar, qizil. Ular menimcha tuzli bo'lsa kerak. Adashmayotgan bo'lsa, mana bular o'ziga yarasha qiziq. Hamma yog'i shunaqa toshlardan iborat. G'orimizni havo harorati adashmasam 10 gradus. Sovuq emas, issiq emas. Lekin havoning namligi juda ham yuqori. Bu Paltava g'orining 7-xonasi, eng oxirgi xona. O'sha turgan joydan bu yoqqa chiqdik. Chiqqanimizda qaranglar. Mana ko'rsatgan balkonimiz juda ham tepada. Bu yoqqa chiqish ilojisi yo'q, lekin bu yoqqa chiqqanga yarasha ko'radigan manzaramiz. Mana. Bo'lsa yillar davomida yig'ilgan kristal moddalar. Ko'rsatsang, qirg'oqdan ko'radigan bo'lsak, voy, bitta qaranglar. Ana bo'lmasa.
alpinizm nimaga kerak degan savolga ustoz javob beradilar. Nafaqat qanaqadir tog'larga chiqish uchun va mana bunaqa g'orlarga tushish uchun, arqonlarni ishlash bilish uchun. Mana bo'lmasa, shu g'orda yurish uchun ham ozgina shu texnikasini o'rganib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Arqon bo'lmaganda bu manzaralarni biz ko'ra olmasdik. Juda ham qiynalgan joyi. Juda ham tor. To'g'ri bo'lgan sayohatimizning eng kichkina tor yo'lovchasi va biz katta birinchi daldamiz. Bu narsalarimizni lekin usti boshimizga qarab bo'lmaydi. Bunday o'girlar yani. Shuni hisobini olib kelasizlar degan umiddamiz. Kontentimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Kamchiliklariga rozi bo'lasizlar. Paltavoga bo'lgan sayohatimiz shu yerda nihoyasiga yetadi. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Alisher o'tda kichkina teshikda o'tayotganda samimiy qo'rqibdi. Bu narsani aytuvdi. Bu postanovka emas. Hech unaqa o'yin bo'lmagan. Nima deysiz? O'yin bo'lmadi. Ya'ni cho'chidim, chunki tiqilib qolishim bor. Bu hech qanaqa xavfsizlik, favqulodda xavfsizlar vazirligi kelmaydi. Bizga xabar bermagunimizcha o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hayotingiz birinchi o'rinda.